Manaki yangi oynamiz tayyor bo'ldi hozirgina. Mana go'zalligi e'tibor bering, mana go'zalligini qarang. Oddiy akfaga ham mana shu oynalardan qo'ysangiz juda ham bag'at, juda ham ko'rkam chiqadi, juda hashamdor chiqadi. Kimgadir qiziq bo'lsa, mana shunaqa oynalar Glass Pro Qarshiga murojaat qilishinglar mumkin. Mana sifati ham juda go'zal. Hamma sifatli mahsulotlar ishlatiladi. Jilkalarning yurilishligi, toshlarning sifati juda bunga qattiq nazoratga olamiz. Chunki sifatsizlar ko'payib ketdi oxirgi paytlarga. Shuni hisobga olib har taraflama yana ham sifatli chiqishiga harakat qilamiz. Kimgadir mana shunaqa oynalar kerak bo'lsa, Glass Pro Qarshiga bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Manaki tayyor holatidagisi. Ikkalasi ham tayyor holatdagisi. Keyin aniq qora jilkalisi ham. Agar kimgadir qiziq kerak bo'lsa, xonamizga bardakli e'tibor bermasida, mana qop qora jilka bu ham o'zgacha ko'rinish beradi.